Zo'r aka. Вообще dahshat ko'z tegmasin. Bir oyda yig'lamang. 12.9, 13 bo'lgan fibroskan serroz bor edi akada. Zudlik bilan intensiv kurs terapiya qildik. Mana Komiljon aka tekshiribdi. Mana do'stlar, 7.5 konkretniy analiz rezultat. Bugun o'zida 6-si, ko'z tegmasin, xudoga shukr. Hop, avvalgi qog'ozingiz bormi? Qon analizlaringiz. Onkologiya tekshirdik. Onkologiya yo'q. Jigari, oshqozoni, yana me'da osti bezlarida yo'q, işte mana top-toza chiqqan. Konkretno fermentlari bilirubinli. Вообще шикарном состоянии. Zo'r. O mana. Bu yerda buzilish ko'p bo'lgan. Fermentlaringiz ko'rasizmi, ko'tarib balon bo'lib ketgan. Qon uchun eng birinchi. Jigar ishib ketgan. Gepatoz. Va o'sha serroz xavfini начальное появление deb yozib qo'ygan. Четкий rezultat. Aka, nima sezdingiz o'zingiz taningizda? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Men alhamdulillah o'zimni yaxshi his qildim. Aytganingizni, dorilarni hamma Umid bilan, ixlos bilan ishlaysiz. ixlos bilan ishladim. Bilasiz. O'zimda chistlik qildim. Yaqinlarimni duosi, odamga duo qilib qoldim. Albatta. O'sha ertalab onam quvondi. Bir oyda aka, qarang, bir oyda. Nechinchisi bu o'zi ko'z tegmasin. Dahshat. Mana O'sha oyini nechtasi kun ko'rdim sizga. Ertaga hajga ketyapman o'zingiz. 5-chi nima kuni ko'ryapman. Zo'r. Malades. Telefoningizni qoldirsam bo'ladimi internetga? Yozib olaman, ha? Men ham hamma